Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun abituriyentlar uchun Jizzax viloyati oliy ta'lim muassasalari, ya'ni institut va universitetlarini qabul ballari haqida tanishamiz. Oldingi yilgi kirish ballari qancha bo'lgan, shular haqida gaplashib to'liq hammasini sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Faqat videoni boshlashdan oldin Telegramga kiramiz hammamiz. Bahodirjon deb meni ismimni yozinglar, qattiq X bilan yoziladi va ostki chiziqcha Mullajonov desanglar, mana 2600 ta odami bor. Mana bunaqa rasmli Telegram kanalim chiqadi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Men IT haqida kontent olib boraman o'zi. Kompyuter dasturlarini shu joyda tekinga o'rgansangiz bo'ladi. Va YouTube kanalimdagi oxirgi chiqqan videolar ham mana shu joyda e'lon qilib boriladi. Xo'p, endi videoda boshlaymiz. Birinchi bo'lib sizlarga oson kirish yo'li qarang. Mana Telegram, Google'ga telefoningizdan, kompyuterdan farqi yo'q. Xususiy universitetlar deb yozinglar. Bilaman, Jizzaxda xususiy universitetlar menimcha yo'q. Lekin test markazi saytiga tezkor kirish yo'lini, oson yo'lini o'rgataman. Xususiy universitetlari deb yozsangiz, mana ikkinchida chiqadi. Mana eski test markaz hozir bilim va malakalarni baholash agentligining sayti mana ikkinchida. Telefoningizda ham chiqadi. Shuni bosib kirib olasiz mana. Mana viloyatlar kesimida, shaharlar kesimida universitetlar chiqadi. Mana shu joyda sariqda turganlar mana nodavlat xususiy universitetlar bilmoqchi bo'lsangiz va mana yashilda turganlar davlat universitetlari. Va siz buni viloyatlarda ko'rishingiz mumkin. Bugungi videomiz mana Jizzax viloyat universitetlari, mana xususiy yo'q, sarig'i yo'q. 3 ta davlat universiteti bor ekan. Bular Jizzax davlat pedagogik universiteti, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali va Jizzax politexnika instituti. Bularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Mana Jizzax davlat pedagogik universitetini ochaman. Mana yo'nalishlar juda ham ko'p, chunki pedagogik universitet katta. Va bular mana birinchi amaliy matematika kunduzgilarni ko'raman. Siz agar kechki masofaviy kerak bo'lsa, mana bu joydan mana kechkin bossangiz mana yo'nalish biologiya kimyoda imtihon bo'lar ekan, biologiya kechkida kontrakt balli, kirish balli 109 ball bo'lgan proxoddan. Shundan balandroq bo'lishi kerak. Grant mavjud emas. Kechkida bo'lmaydi bilsanglar, kunduzgida bo'lishi mumkin. Ular bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kechkilarda masofaviy o'zingiz ko'rib olasiz. Men faqat kunduzgilarni ko'rsataman. Kunduzgi ushnilar. Endi mana amaliy matematika fizikada imtihon bo'larkan, kirish 89 ball bo'lgan. Ho'p, arxeologiya, tarix geografiya imtihon 71 ball bo'lgan. Biologiya kimyodan 133 ball bo'lgan, baland ko'tarilgan ekan. Boshlang'ich ta'lim 72 ball bo'lgan, ona tili matematikada imtihon. Uzr. Ruschasi ekan bu. Mana o'zbekchasi boshlang'ichdan baland bo'ladi. 122 bo'lgan onalar. Sizlarga tavsiya qilaman, tavakkal topshiradigan qizlarimiz, ayollarimiz hammasi o'zini boshlang'ich ta'limga, maktabgacha ta'limga uradi. Bali past bo'ladi deb o'ylab kechirasizlar. Boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim bali baland bo'ladi doim. Chunki ko'pchilik haqiqatdan tayyorlanadiganlar ham topshiradi bunga. Shuning uchun agar tavakkal topshirmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmaganda boshlang'ich ta'limni ruschasiga topshiring. Ruscha imtihon bo'ladi. Mana tavakkal 72 ball bo'lgan kirish ruschasi. O'zbekchasi 122 ball bo'lgan. Farqni qarang. Xo'p, davolash ishi bor ekan. 167 ball bo'lgan kirish biologiya kimyodan. Xo'p, fizika 62 ball, fizika matematikadan mana shularni balli past bo'ladi, navruz. Geografiya mana 65 ball bo'lgan, geografiya matematikada imtihon. Ijtimoiy ish, biologiya ona tilida imtihon 67 ball bo'lgan. Keyingi yo'nalishlarga o'tamiz. Kimyo 64 ball bo'lgan, kimyo matematika imtihon. Hop, Computer Engineering 67 ball bo'lgan, matematika fizikada imtihon. Kutubxona axborot faoliyati 60 ball, matematika ona tili. Mana qizlar kutubxona 60 ball bo'lgan. Maktabgacha ta'lim ko'raman. 86 ball bo'lgan, biologiya ona tili 86 baland. Hop, ruschasi 59 ball bo'lgan shu. Matematika 56 ball bo'lgan, matematika fizika, ruscha matematika ekan bu. O'zbekcha matematika albatta 110 ball, balandroq bo'ladi matematika. Maxsus pedagogikadan surdo pedagogika bor ekan, o'zbekchasi 85 ball bo'lgan. Milliy g'oya 95 ball bo'lgan, tarix ona tilidan imtihon, menejment, matematika chet tili 97 ball bo'lgan. Musiqa ta'limi albatta kasbiy imtihon bular. O'zbek tili adabiyoti ona tilidan chet tilidan 153 ball bo'lgan, o'zbek tili juda baland bo'lgan ekan. O'zbek tili ruschada 74 ball bo'lgan, ona tili tarixda. Tak, pedagogika o'zi 79 ball bo'lgan, tarix ona tili. Psixologiya 75 bo'lgan, biologiya ona tili. Tak, sportlar ko'rishim shart emas, kasbiy imtihon bular.
Tarix 56 bo'lgan. Tarix geografiyadan ruschasi ekan albatta. O'zbekchasi 99 ball bo'lgan. Tak, tasviriy san'at ham ijodiy. Texnologik ta'lim 59 bo'lgan fizika matematikadan. Tillar fransuz tili ko'rsatilmadi. Ingliz tili 178 bo'lgan. Juda baland ingliz tillar. Xorijiy til adabiyot ruschasi ingliz tilini 142 bo'lgan ekan. Hop, koreys tili 163 ball bo'lgan. Nemis tili fransuz tili nimagadir ko'rsatmayapti, bilmadim. Ho'p, Jizzaxdagi keyingi universitetga o'tamiz. O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiga kiramiz. Yo'nalish kamroq ekan. Amaliy matematika 82 ball bo'lgan, matematika fizikada imtihon. Axborot texnologiya tizimlari 64 ball bo'lgan, matematika fizikadan. Axborot xavfsizligi 70 ball bo'lgan, matematika fizikadan. Barqaror transport 57 ball bo'lgan, matematika fizikadan. Biotexnologiya 115 ball bo'lgan, biologiya kimyodan. Dasturiy injiniring 64 ball bo'lgan, matematika fizikadan. Dasturiy injiniring programmist bo'lib chiqaradi. Juda zo'r yo'nalishlar, agar sohani yaxshilab o'rgansangiz. Filologiya, ingliz tili. Filologiya tillarni o'qish 168 ball bo'lgan. Iqtisodiyot kunduzgi 112 ball bo'lgan, matematika chet tili. Mexanika va matematik modellashtirish 63 ball bo'lgan. Pasligiga qarang mexanika. Bu yaxshi yo'nalish ham. Matematika, fizika. Tak, psixologiya 68 ball bo'lgan, biologiya, adabiyot. Turizmda 87 ball bo'lgan, tarix chet tili. Bu Milliy universiteti Jizzax filiali. Uchinchi oxirgi institutimiz bor bizda. Bu Jizzax Politexnika instituti. Menimcha shuni ballari ancha past bo'lsa kerak. Arxitektura 64 ball bo'lgan, matematika ona tili. Biotexnologiya 105 ball bo'lgan. Balki ko'tarib ketgan ekan shuni. Biologiya, kimyodan. Buxgalteriya hisobi 101 bo'lgan, matematika chet tili. Dasturiy injiniring 66 ball bo'lgan, matematika fizika. Ekologiya 77 ball bo'lgan, kimyo biologiya. Elektr muhandisligi 57 ball bo'lgan, fizika matematika. Elektr muhandisligi. Aa, Elektronika va asbobsozlik 56 ball, fizika matematika. Aa, Energetika muhandisligi. Xo'p, iqtisodiyot 111 ball bo'lgan, matematika chet tili. Gidrotexnologiya 62 ball bo'lgan, matematika fizika. Kadastr 67 ball bo'lgan, matematika fizika. Xo'p, keyingi yo'nalishlar kimyo muhandisligi 56 ball, kimyo matematikadan. Computer engineering 65 ball bo'lgan, matematika fizikadan. Logistika 64 ball bo'lgan, matematika chet tili. Marketing 76 bo'lgan, matematika chet tili. Materialshunoslik 57 bo'lgan, kimyo matematika. Mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik 56 ball, matematika fizika. Menejment 94 ball, matematika chet tili. Metallurgiya muhandisligi 56 ball, kimyo matematika. Mana tavakkal qilmoqchi bo'lgan 56 balllilar ko'ringlar. Mana metallurgiya, kimyo texnologiya shunaqa ballar juda past bo'ladi doim. Meva sabzavotchilik, uzumchilik qarang. Mana shu ham 91 ball. Mana uzumchilikka ko'pchilik topshirmang deb o'ylaydi, lekin siz o'ylagandaqa hamma shunaqa o'ylaydi. Undan metallurgiya ham yaxshiroq emasmi? Zavodchilik ham yaxshi emasmi? Uzumchilikda kim bo'lib chiqmoqchisiz? Endi qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlarsiz, mayli, xo'p. Lekin bali balandda buni. Mexanika muhandisligi mana 58 ball, ko'ryapsizmi? Qanaqa yo'nalish tanlash kerak. Mexatronika mana 57 ball. Mexatronika robototexnika mana juda zamonaviy kelajak yo'nalish 57 ball. Tushunmaydi ko'pchilik shuni. Abituriyentlar ko'zingizni ochib mana shunaqa yo'nalish tanlanglar. Kelajakda erta ishlashingizni ham o'ylang. Muhandislik, kommunikatsiya, qurilish ekspluatatsiyasi 62 ball. Keyingi yo'nalishlar oziq-ovqat texnologiyasi 61 ball, kimyo biologiyadan ekan. Qayta tiklanish energiya manbalari 57 ball, matematika fizika. Qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash 56 ball, matematika fizika. Qurilish muhandisligi 56 ball, matematika fizika. Radio elektron qurilma tuzilmalari 57 ball, matematika fizika. Shahar qurilish loyihalash 60 ball, matematika fizika. Transport vositalari muhandisligi 60 ball, matematika fizika. Hop, yengil sanoat muhandisligi 56 ball. Mana yengil sanoat muhandisligi mana 56. Kirish balli juda past. Mana Samo, Pamo nimadirlarda ishlayman deysizlar-ku, endi Samo Andijondamidi. Shunga o'xshagan mana tekstillar mana oliy ma'lumot muhandisi bo'lib chiqasiz. Yo'l harakatini tashkil qilish mana shu ham 64 ball, matematika fizikadan mana GAIga ketadigan mana anaqangiz bo'lsa, armiyaga borgan bo'lsangiz GAIga to'g'ridan to'g'ri kirsangiz bo'ladi. Yo'l muhandisligi mana bu ham GAIga ketadigan yo'nalish 60 ball, juda past ballar.
yo'nalish tanlashga e'tiborli bo'linglar. Ertaga ishga kirishishni ham yo'nalishingizga qarab ishga kirasiz, shuni inobatga olinglar. Ho'p, menimcha bugunga yetarli bo'ldi. Boshqa qaysi viloyat universitetlarini ham ko'rmoqchi bo'lsangiz yozib ketinglar kommentga. Agar videolar chiqqan bo'lsa linkini tashlab qo'yaman javob qolasizlarga. Agar chiqmagan bo'lsa chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.